Inson 7 kun ichida o'zgarishi mumkinmi? Taqdir qayta yozilishi mumkinmi? Albatta, 7 kun ichida hammasi o'zgarishi mumkin. Xuddi Qamishzordagi bir qamishning 7 bor sayqallanganidan keyin yoqimli ohanglar taratuvchi nayga aylanganidek, siz ham 7 kundan keyin butunlay boshqa insonga aylanishingiz mumkin. Buning uchun shunchaki bugundan boshlanadigan mening bepul hech narsa 21 guruhimga a'zo bo'ling va hech narsa tasodif emas nomli onlayn treningimda qatnashing. Eslatib o'taman, kurs mutlaqo bepul. Shunchaki siz hech narsa 21 guruhiga, Telegram guruhiga a'zo bo'lsangiz kifoya. U yerda bizning darslarimiz tashlab beriladi. Dars bugundan boshlanadi. Sizlarning barchangizni ushbu guruhimda kutib qolaman.